yuklarni tashishda, yerlarni haydash uchun komplekt holatida motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda ko'pchilik akalarimiz so'ragan komplektlarimiz tayyor bo'ldi. 7 kuchli motobloklarimizdagi rollari gidravlikalik variantlari bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Burilish uchun juda ham qulay. Orqasiga 300 kg dan 500 kg gacha yuklarni yuklaganingizda ham bemalol tortish imkoniyati bor. Va undan tashqari orqasida turgan teleshkalarimizda ham aytib o'tganimdek bemalol 500 kg gacha yuklarni yuklab toshishlaringiz mumkin. Komplekt holatda motobloklarimiz tayyor bo'lgani munosabati bilan hozir bu komplektimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi komplekt holatda motobloklar, aravalar va undan tashqari motobloklarda o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan har xil assortimentlardan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Va mana shu videolarga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omadni yozib keladigan bo'lsangiz, kelib xohlasangiz komplekt holatida, xohlasangiz motobloklarni o'zidan birini xarid qilib olganingiz uchun atrofda 250 ming, 300 ming, 350 minggacha sotiladigan mana shu kulush naborni 1 so'm pulsiz sizga tekinga berib yuboramiz. Aytib o'tganimdek, videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang, videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, komplekt holatda motoblogimizni ma'lumotini tanishtirishda boshladik. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shu turdagi kulush naborlar va 100 xil sovrinlardan birini qanday qilib yutib olish haqida to'liq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin, 7 kuchli motoblogimizga mashina balon qo'yilgan varianti bo'ladi. Bemalol yo'llarda yurish uchun qulay bo'ladi akalar va undan tashqari agatlarning orasida orqasiga agregatlarni qo'yib olib ham bemalol kultivatsiya qilishda, agatlarni olishda eng qulay variant hisoblanadi akalar. Xo'p, motoblogimizning ma'lumotlarini tanishtirib o'tamiz. Motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan. Moy datchili variantidan yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortmada yuradigan, yoqilg'i turi benzinli bo'lgan 7 kuchli motoblogimiz. Bu motoblogimizni yoqilg'i turi benzinli bo'lganligi uchun soatiga atiga yarim litr rasxod qiladigan qilib, karburatorlarni ekonomishni qildirib olib kelganmiz va vozdухni filtrlarigacha katta vozdухlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Mana shu boklarini o'zi ham akalar 5 litrgacha bemalol benzinlarni qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Soatiga yarim litrdan rasxod qilganda bemalol 10 soatgacha motoblokda ishlatib yurishlaringiz mumkin. Motoblogimizda motorlari 170 motor, lekin reduktorlari usulini qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Mana shu turdagi aravalarda 300 kg dan 500 kg gacha yuklarni toshishda va undan tashqari yerlarda haydashingizda, orqasiga boshqa turdagi agregatlarni qo'yganingizda reduktor baquvvat bo'lishi kerak. Shuning uchun eng katta usulini bo'lgan 450 talik korobkalardan qo'ydirib olib kelganmiz. Mos qismiga ham bitta ahamiyat berasizlar, akalar, mos qismi ham qalin moslardan ishlangan bo'ladi. E'tibor beringlar, bu motoblogimizga orqasida qishloq xo'jaligi vomlarigacha bor. Bemalol vomlariga suv nasos karter apparatlarida ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizning rollari uzun varianti bo'ladi. Aravada bemalol boshqarish uchun qulay bo'ladi akalar. Oldiga 2 ta skorusi bor, orqaga bitta skorus bilan ishlangan bo'ladi. Motoblogimizni orqasida turgan aravalariga kelib o'tadigan bo'lsa, bu aravalarimiz dishlalari buriladigan dishlardan qo'yilgan, oyoqlarning tayi taxtadan, o'tiradigan joylari ham taxtadan qilib ishlangan bo'ladi. Listlari esa konteyner listlaridan foydalanilgan bo'ladi. Sifat tomonlama bemalol garantiyalargacha beramiz. Yuklarni toshib ham ko'rsatib berilaveradi. Balonlari skuter balonlardan qo'yilgan bo'ladi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Razmeriga qiziqqan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda har xil turdagi assortimenti bor. Razmerni katta kichikligiga qarab yana ham narxlarni kelishtirib berish imkoniyatlari bor. Hozirgi paytda bu razmerlari 1 metrdan 1,5 metr, 120 santimetrgacha har xil varianti bor. Bu aravamizning tag qismlarini ham e'tibor berishlaringiz mumkin. Profildan karkas qilib to'qib chiqilgan bo'ladi. Anchagacha sizga bemalol bog'laringiz ichida yuklarni toshishda va undan tashqari o'zining instrumentlarini olib yurishga juda ham qulay variant hisoblanadi. Xo'p,
Bu komplektimizning narxiga qiziqib turgan akalarimiz uchun bu komplektimizga motoblogimiz o'ziga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Hozirgi paytda bu 7 kuchli motoblogimizni bizning do'konlarimizda har xil turdagi assortimentlari bor. Bu motobloglarimizda rollari gidravlikali bo'ladigan bo'lsa, akalar hozirgi paytda narxlari 3 million 800 ming so'mdan boshlab 4 million 800 ming so'mgacha variantlari bor. Rollarini pachimnili deysizmi, 5 pachimli deysizmi, har xil assortimentdan bor. Kelib tanlashingizga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Shunday komplekt holatda oladigan bo'lsa, sizga 6,5 million so'mdan boshlab akalar 8,5 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab beramiz. Original motoblog bo'ladi va undan tashqari aravalarni ham yaxshi aravalardan qilib beramiz akalar. Motoblogimizda 1 yil garantiyalari va undan tashqari aravalarimizga 500 kg-gacha yuk ko'taradigan variantlardan qilib beramiz. Videoni boshida aytib o'tganimdek, kelib xohlasangiz komplekt holatda, xohlasangiz motobloglarni o'zini xarid qilib olganingiz uchun mana shu turdagi kulish naborlardan biri yoki 100 xildan oshiq sovrinlardan birini do'konimiz ichida omadli barabanni aylantirib tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekin olib ketishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin. Motobloglarimizni har xil assortimenti borligi uchun akalar narxlari 3 million so'mdan boshlab 5 million so'mgacha 7 kuchli motobloglarimiz bor. Aravalarimiz ham razmerlarni katta kichikligi, listlarini qalin yupqaligiga qarab, bularimizni hozirgi paytda narxlari 2 million so'mdan boshlab 3 million 500 ming so'mgacha mana shu turdagi aravalarimizdan bor. Aytib o'tganimda endi sizlarga bonuslarini ham tanishtirib o'taman. Kelib xohlagan motoblogingizdan birini xarid qilib olganingiz uchun do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabanimizni aylantirib tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekin olib ketishlaringiz mumkin. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang va kommentariyaga kirib omadli yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar. Kelib mana shu omadli barabanni aylantirganingizda, motoblog xarid qilib olganingizdan keyin mana shu omadli barabanni ichida tashqarida ko'rgan kulish naborlaringiz, bolgarka, drill, shurpoyor shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovrinlarning birini sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Videoni shartini bajarib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Keyingi videolarni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.